Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yana sizlarga sexdan stol-stul obzorini qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha kichkina mehnatimizni qadrlab, like tugmasini bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Kim qaydan kuzatyapti, yozib qoldiringlar. Xo'p, bu shohona ishimizni ko'rishinglar mumkin. Materiali yong'oqdan tuymali qilib ishlangan, qoplamali qilib. Tuymalarni ham ko'rishinglar mumkin. Materialga mos qilib, patsvet qilib ishlangan. Gullari ham juda go'zal qilib, ishlovlari juda go'zal qilib ishlangan. Ko'rishinglar mumkin. Tepa-pasti deyna, tepa-pasti materiali bir xil qilib arg'amchi qilib yopishtirilgan chekalariga. Oyoqlari naqshli, yong'oqni o'zidan ishlangan. Ko'rishinglar mumkin. Sifatlarini ham ko'ringlar. Machalkalari 22 flotis. Qalinligi 12 sm da, to'rlidan 3 qavat qilingan. Orqalariga to'rlidan orqa oldi qilib suyanchaqlariga qo'yilgan. Materialni aytib o'tdik. Materiali yong'oqdan. Hozir zakasimiz faqat stulni o'zi bo'lganligi uchun stulni o'zini tayyorladik. Yana xonlari bilan komplekt qo'ldan kelgancha yana sizlarga video qo'yishga harakat qilamiz. Hozircha stulni o'zini video obzorini qilyapmiz. Ko'rishinglar mumkin. Har tomonlama. Xo'p, orqa tomonlarini ham ko'ramiz. Orqa tomonlarida pardalari, biroshkalari ishlangan. Juda go'zal holatda. Xo'p, do'stlar, bu ishimizni 12 kishiligini 12 million so'm qilib, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib, Telegram, WhatsAppdan yozsanglar, katalogi bor, katalog tashlab beramiz. Har xil ishlarimizdan bor. Kapalak fasonda, hurram fasonda har xil ishlarimiz bor. Arzonroq ishlarimiz ham bor. Yoqtirgan ishinglardan kelishtirib qilib beramiz. Buni 12 kishiligini 12 millionga vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Albatta xonlar bilan komplekt holatda. Hozir xona yo'qligi uchun stulni o'zini obzor qildik. Xo'p, tagini ham ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Tag tomonlariga bo'z qilib mana bu yopib qo'yilgan. Obязательно yong'oqligiga garantiya beriladi. Agar ishimiz yong'oq bo'lmasa, bekarga beriladi. Sizlarga bitayotgan holatini ham, xom holatini ham albatta videosini tashlab beriladi. Xo'p, do'stlar, fikringlarni bu ishimiz haqida kommentariyaga yozib qoldiringlar. Malol kelmasa, bitta like tugmasini bosib qoldiringlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, podpiska tugmasini bosib qoldiringlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib, Telegramdan yozishingiz mumkin. Xo'p, do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.